Assalomu alaykum aziz o'rganuvchilar. Demak, davom etamiz. Keyingi darsimiz 52-chi paragraf yoqilg'ining yonish issiqligi mavzusi. Demak, 4-chi. Issiqlik qurilmasida 1,5 soatda 0.2 fik bilan 25.2 kilovat quvvatga erishish uchun 33 kilogramm yoqilg'i yoqilgan. Unda ishlatilgan yoqilg'ining yonish issiqligini toping. Xo'p, endi 0.2 fik degani bu yerda 20% deganda. Xo'p, 4-chi. Demak, issiqlik qurilmasida 1,5 soatdan 0.2 foydalash koeffitsiyenti shunday quvvatga erishish uchun 33 kg yoqilg'i olingan. Xo'p, qaranglar, foydalash koeffitsiyenti berilgan payti ham foydalash koeffitsiyenti ifodasini yozamiz. Bu yerda nima o'zi foydalash koeffitsiyenti formasi foydali ishni sarflangan ishga nisbat, to'g'rimi? Foydali ish nima? Nima ish qilmoqdamiz? Nima ish sarflayapmiz? Biza yoqilg'i yoqib, demak, yoqilg'i yoqyapmiz. Bu sarflandi va demak, quvvat erishyapmiz, bu foydali. Shuning uchun foydali ishimiz bizada P quvvatdan T vaqt sarflaganimiz. Va uning uchun biz M massali yoqilg'i yoqyapmiz. Yoqilg'i yonishligi M ko'paga 100%. Agar bu 0.2 deb oladigan bo'lsaklar, mana 100% bo'lmaydi. Shu yerdan bizda Q'ni so'rayapti. Q'ni topsak, ikkalasi o'rnini almashadi. Demak, P T ko'paga 100%. Foizda ishlaymiz, uni bo'lamiz. Theta M ga. Hamma narsa bor, o'rniga qo'ysa javob chiqadi. Keyingi masalamiz 5-chi masala. Reaktiv samolyot 1800 km yo'lni 900 km o'zgarmas tezlik bilan uchib o'tdi. 400 kg yoqilg'i sarfladi. Samolyot dvigatelining quvvati shunga teng. Xo'p, samolyot quvvati bor. Foydalash koeffitsiyenti 23%. Samolyot ishlatilgan yoqilg'ining issiqlik berish qobiliyatini toping deyapti. Xo'p, foydalash koeffitsiyenti berildi. Yana shu foydalash koeffitsiyenti ifodasini yozamiz. Xo'p, foydali ish nima qilyapti? Foydali ishimiz biza sarflangan ishimiz, demak, yoqilg'i yonyapti. Ya'ni endi M yoqilg'i, Q bu sarflanganimiz va foydali ishimiz P quvvatdan T vaqt sarflaganimiz. Ko'paga 100%. Hop. P quvvat. Bizda harakatlanish vaqti, shu quvvat hosil qilish vaqti ikkalasi bir xil bo'ladi. Bizda tezligi va masofasi bor. Shuning uchun mana bu T o'rniga tekis harakat bo'lgach S taqsimini yozaman. S taqsim bor. Pastda M ko'paga bu. 100%. Xo'p, bizdan so'rayapti nimani? Issiqlik berish qobiliyati, demak, Q'ni so'rayapti yana. Bu pastga tushadi, keyin o'rnini almashtiramiz. Demak, Q'ni topadigan bo'lsak, P S pastda M teta v pastga tushdi. 100% o'rnida. Hamma narsa bor. O'rniga qo'yasizlar. 7-chi masala. 7-chi masala. Motorning quvvati 20 kilovat bo'lgan avtomobil 72 tezlik bilan harakatlanmoqda. Motor har 100 km yo'lda 10 litr benzin sarflaydi. Avtomobilning foydalash koeffitsiyentini aniqlang. Xo'p, benzinning zichligi bor, uning yonish issiqligi bor. Xo'p, demak, tushunarli. Hozirgidek masala ham bu ham. Demak, foydali ish P quvvatdan T vaqt sarflash, sarflangan ish M ko'paga Q. Xo'p, biz endi ko'paga 100% mana, ko'paga 100%. Hop. Bizda endi qaylar 70 kilometrga 100 kilometrga 10 litr yeydi, tezligi bor. Hop, qaylar P T o'rniga ana shu S taqsim qilib qo'yamiz. Biz mana shu 100 kilometrdagi vaqtni topib oldik. Pastda esa M ko'paygan Q. M o'rniga endi M ni yozib beramiz. M o'rniga rho ko'paygan V ko'paygan Q ko'paygan 100%. Hop, bizdan so'rayapti nimani? Bizdan so'rayapti 7-chi masalada shu foydalash koeffitsiyentini aniqlang deyapti. Shu o'rniga qo'yasiz, javobimiz chiqar ekan. 7-chi. Keyingi masalamiz 9-chi masala. 9-chi 1000 km masofani 54 o'rtacha tezlik bilan o'tayotgani uchun 75% foydalash koeffitsiyenti, shuning quvvatda erishiladigan parvoz uchun A1 markali ko'mirda necha kerak? Yani massasi bor. Massasini so'rayapti. Hozirgidek mana demak, P quvvatdan T vaqt sarflaganimiz bu bizlar uchun foydali bo'ladi 9-chi masalada. Bizda T yo'q, ya'ni shuning uchun yana shu S taqsim va deymiz va sarflaganimiz yoqilg'i yondi, ko'mir yondi, yonishi bu M ko'paga 100%. Shu yerdan bizda massasini so'rayapti, ikkalasi o'rnini almashadi. Demak, M ni topadigan bo'lsak, P S 100% yuqoriga yoziladi mana. V pastga tushdi, bu ikkalasi o'rnini almashadi. Demak, teta bilan M o'rnini almashdi. Q va V ham pastga tushdi. Hamma narsa bor. O'rniga qo'yasizlar, javobimiz chiqadi.
Bu 100% edi. Xo'p. Keyingi masalamiz 10-chi. 10-chi. Normal sharoitda 1 metr kub tabiiy gaz yonganda 36 megajoy sutda ajraladi. 110 kilopascal bosim ostida 7 gradus temperaturada 10 metr kub gaz yonganda qancha sutda ajraladi? Xo'p, qarang, normal sharoitda 1 metr kub tabiiy gaz yonganda 36 megajoy sutda ajraladi. Bizga aytyapti, 110 kilopascal bosim ostida 7 gradus temperaturada 10 metr kub gaz yonganda. Biz hozir mana shu 1 metr kub normal sharoitda qancha massa ekanligini bilib olaylik va shu massa demak shuncha ismlar ajraladi deb demak mana shu qni topib olamiz dastlab. Demak biz birinchi holatda P normal bosim ostida V teng demak M taqsim mu R T normal deb birinchi holatdagi massani topib olaylik va keyin ajralish miqdori M1 ko'paygan Q deb yozdik. Endi qara, M1 dan topsak, bu yerda bu tarafga bu tagga o'tadi-da va shunday ifoda kelib chiqadi M1 o'rniga. P normal V1 mu taqsim R T normal. Ko'paygan Q bizda beryapti mana shu Q1 da beryapti. Xo'p, endi bizda boshqa gaz yonyapti, lekin u gazning tenglamalari bor. Demak, keyingi holatda bosim qandaydir V2, hajm V2, albatta massa mu R shu gaz deyapti va harorat ham T2. Shu yonsa qancha isitma ajraladi deyapti. Endi unda ajralish miqdorini Q2 ni topish uchun mana shu M2 ko'paygan Q deyishimiz kerak. Ya'ni shu jarayondagi gaz massasini topishimiz kerak. Massasini topish uchun shu yerda massasini topsak bu tarafga o'tadi. P2 V2 mu taqsim R T2 ko'paytiramiz Q. Xo'p, endi qaranglar, buni nisbat olamiz. Buni bunga bo'lamiz. Yoki qaranglar, bu yerdan Qni topib turib, bu yerga qo'ysang ham bo'ladi. Bu yerda Qni topsak, bu tarafga ko'paytirish va bo'lishib o'tadi. Keyin bu yerga qo'yamiz. Nima bo'ladi? Mana P2 V2 mu taqsim R T2. Yana Qni topsak, mana bu ko'paytirish bo'lib o'tadi. Ya'ni Q1 R T normal. Mana bu uchalasi bo'lingan bo'ladi. T normal V1 mu. Mana shu hammasi Qni beradi. Shunda Qni topib, mana bu yerga qo'ydik. Tushunarli bo'ldimi? Nima bo'ladi? Mular qisqaradi. Rlar ketadi. Demak, boshqa hamma narsamiz bor. Shunda nol ifoda bo'lib qoladi. Demak, bizda P2 V2 T normal taqsim. Mana bu T normal V1 T2 va yuqorida albatta Q1 bor. Hamma narsa bor. Normal degani biz bilamiz, bu P normal bu 10⁵ paskal. T normal esa 273, ya'ni 0 gradus Kelvin. Bunga qarasa javob chiqadi 10-chida. Tushunarli bo'ldimi? Keyingi masalamiz 14-masala. 14-chi, qayiqqa o'rnatilgan vixr osma motor, demak 14-chi. Qayiqqa o'rnatilgan vixr osma motor 13,2 kilovat quvvatda foydalanishga shunga ega. Qayiq 30 km tezlik bilan harakatlansa, 20 litr benzin qancha masofaga yetadi deyapti. Xo'p, demak 14-chi. Foydalanish koeffitsiyenti berildi, albatta foydalanish koeffitsiyenti ifodasini yozamiz. Demak, bizda kerosin biz 14-chi. Qancha kilometrga yetadi? 20 litr benzin deyapti. Xo'p, qaranglar. Demak, bizda sarflangan energiya M yoqilg'i Q. M yo'q. Buning uchun biz P quvvatdan motorda T vaqt hosil qilamiz. Ko'paygan so'z. Xo'p. P quvvat. Biz vaqtini topishimiz kerak. Endi bu vaqtni topmoqchimiz, qancha vaqtga yetadi deb, to'g'rimi? 14-chi. Qancha kilometrga yetadi deyapti. Biz albatta bu yerda masalan u V tezlik bilan yursa, T vaqtda S masofani yuradi. Bizda yo'l va tezlik bo'lgani uchun biz albatta uning harakatlanish vaqtini S taqsim V deb topsak bo'ladi. Mana shu vaqtda P quvvat hosil qiladi va uning uchun qandaydir M benzin yonadi. M o'rniga rho V deyman. Rho V kerak. 100% yuqoriga yozaman. Shu yerdan bizga aytyapti, qancha masofaga yetadi deb bu pastga tushadi, S ni so'rayapti. S ni so'rasa, mana bu pastga tushadi, bu hamma setaga o'tadi. Buni yonidagilar pastga o'tadi. Shunda qaylar? S kerak, mana bu tarafga o'tadi. Mana V bilan birga. Mana rho V Q keyin teta ko'paygan V. Mana bo'lamiz P ko'paygan 100%. 10 yaparsa javobimiz chiqadi. 14-chi, keyingi 15-chi.
15. Bug mashinasi 200 kilovat bog'ning o'rtacha bosimi 1 megapaskal bo'lsa, Porsche yo'li 0,5 metr va kesimi 2000 bo'lsa, mashinani val minutiga necha marta aylanadi? Val bir marta aylanganda Porsche bir ish yo'lini o'tadi. Xo'p. Bug mashinasi quvvati 200 kilovat. Bug'ning o'rtacha bosimi 15 paskal. Porsche yo'li 0,5 metr, 0,2 metr kub esa yuzasi. Mashina val minutiga necha marta aylanadi? Minutiga necha marta aylanadi? Val bir marta aylanganda Porsche bir ish yo'lini o'tadi. Bir marta aylanganda bir ish yo'lini o'tadi deyapti. Xo'p, qaranglar. Demak, bu yerda motor P quvvat hosil qiladi biror bir T vaqtda. Va shu T vaqtda u enta nima qiladi? Enta demak urush qiladi. Ya'ni bitta siljiganda bajargan ish P S delta H bo'ladigan bo'lsa, shundan enta hosil qiladi. P quvvati T vaqtda hosil qilish uchun enta demak urush qiladi Porsche. Bizdan so'rayapti, necha marta aylanadi deyapti. Xo'p, vali minutiga necha marta aylanadi? Xo'p, endi qaranglar. Demak, mana shu yerdan bu yerda endi bu yerda demak nimalar soni qaranglar. Demak, Porsche urgan paytdagi urishlar soni. Enta urush qiladi va shu enta har bir urushdagi ish PS delta H bo'lsa, entasi uriladi va shu P quvvat hosil qiladi shu T vaqtda. Hop, endi bu yerda bu urishlar soni. Endi qaranglar, val bir marta aylansa, demak val bir marta aylanganda, demak bu yerda bir marta siqish bo'ladi deb bizga aytyapti mana. Masalan, shu yerda aytyapti oxirida 15. Val bir marta aylanganda Porsche bir ish yo'lini o'tadi. Bir marta aylansa bir ish yo'lini o'tadi-da. Xo'p, endi bu yerdan bizdan so'rayapti, bu urishlar soni bilan aylanishlar soni bir xil bo'ladi. Shuning uchun 15-midi bu? Minutiga necha marta aylanadi? Xo'p, minutiga necha marta aylanadi? Endi mana shu bu aylanishlar soni bilan urishlar soni teng bo'lsa, mana bu minutiga necha marta aylanadi? T o'rniga 1 minut qo'yib turib, endi topsak bo'ladi. Endi topadigan bo'lsak, nima bo'ladi? P ko'paygan T taqsim P bu yerda endi qaranglar, bu bosim bu. Bu quvvat. Shuning uchun mana quvvatni n bilan belgilasam ham bo'ladi. Shuning uchun bu yerda n bilan belgilamayman. N ko'paygan T taqsim P S delta H. Minutiga necha marta aylanadi deyapti. Shuning uchun T o'rniga minuti qo'yamiz. Ya'ni mana shu T o'rniga demak 1 minutni qo'yamiz. 1 minut bu 1 minut deyapti-da. Masalan, hozir T o'rniga 1 minutni qo'ysak, mana bu minutga aylanishlar soni chiqadi. Ya'ni bu yerda minutiga bo'lgani uchun, masalan, javobimda 1 ni qo'yib ishlaymiz. Mana shu nimaga. Tushunarli bo'ldimi? 15-chi. Keyingi 16-chi masala. Moskvich 416 avtomobil yoqilg'i bakining sig'imi 46 litr. Qancha masofa yurish uchun mo'ljallangan? Harakat tezligi shunday foydalashgan. Erishilgan maksimal quvvat shunday o'rtacha 75 qismi tashkil etadi. Quvvatning o'rtacha 75 qismi tashkil etadi. Erishilgan maksimal quvvat 55 kilovatning o'rtacha 75 qismini tashkil etadi. Xo'p. Erishilgan maksimal quvvat 55 kilovatning 75 qismini tashkil etadi. Xo'p, qaranglar. Demak, xo'p, dvigatelning foydalanishi 25%. Erishiladigan maksimal quvvat 55 kilovatning o'rtacha 0,75 qismini tashkil qiladi. Xo'p, endi qaranglar. Demak, foydalanish koeffitsiyenti berildi. Foydalanish koeffitsiyenti ifodasini yozamiz. Foydalanish qaranglar. Demak, maksimal quvvat shunday bo'lsa, uning 0,75 qismini hozir erishadi desak, shu yerda yozamiz 0,75 for max deb yozdim mana. Mana. Hop. Maksimal quvvat. Qayerdir T vaqtda shu quvvat sarflaydi va uning uchun M yoqilg'i yonadi. Yoqilg'i yonishi haligi oldidagi masalaga o'xshaydi. Xo'p, yozamiz. Kebaga space ham bor edi.
foydali ish. Demak, 0,75 po max quvvatdan T vaqt sarflash. Sarflangish M yoqilg'i kub. Ko'paygi 100%. Hop. Qayla 0,75 bu maksimal T o'rniga S taqsim V, ya'ni S tezlik, V tezlik bilan S masofa yurishi qanday vaqt ketadi. Bu yerda M yoqilg'i kub. Mana yana 100% bor shu yerda. Xo'p. So'rayapti nimani? So'rayapti qancha kilometr ketadi? S ni so'rayapti. S ni so'rasak, S teng bo'ladi. Mana bu bizda dirib ketadi. Beta M yoqilg'i QV. Asli esa 0,75 maksimum ko'payga 100%. Bu 100% yuqorida turadi mana. Shu 100% dan bor. Shu o'rniga qo'ysa javob chiqadi. Xo'p, 17-chi. Shaharlar qatnaydigan avtobus 1 soatda 80 km yo'lni o'tadi. Bunda foydalanish koeffitsiyenti 25% ga teng bo'lganda dvigatel o'rtacha 70 kW quvvat hosil qiladi. Bunda haydovchi o'tizligi shuning bo'lgan dizel yoqilg'isidan bir reysda qancha tejab qoladi? Yoqilg'i sarfi normasi 100 km ga demak 40 litr sarflar edi. 1 soatda 80 km yo'lni yuradi. Xo'p, qaranglar. Demak, har bir 17-chi. Shaharlar qatnaydigan avtobus 1 soatda 80 km yo'lni o'tdi. Bu foydalashga 20% ga teng bo'lgan dvigatel o'rtacha 70 kW quvvat hosil qiladi. Bunda haydovchi zichligi 8 bo'lgan dizel yoqilg'isidan bir reysda qancha tejab qoladi? Yoqilg'i sarflash normasi 100 km ga 40 litr edi. 1 soatda 80 km yo'lni o'tdi. Demak, 1 soatda 80 km yo'lni o'tdi qaranglar. Demak, bizdan so'rayapti, dizel yurishdan bir reysda qancha tejab qoladi? Dizel yoqilg'isidan bir reysda, bir reys. Demak, bir borishi, bir masalan samolyotning kechki reysida deydi, kechki reysida ketaman deydi. Ya'ni ketishi, bitta borishida, bitta harakatlanish vaqtida, masalan, Urganchdan qayergadir Toshkentga ketishda bir reysida qancha tejab qoladi? Ya'ni bu 80 km yo'lda qancha tejab qoladi deb beryapti-da. 100 km ga 40 litr yer ekan. Xo'p, qaranglar, bizda 100 km ga 40 litr yesa, mana 100 km ga 40 litr yesa, mana 80 km ga x deb turib, ana shu bir reysda norma bo'yicha qancha litr ketishini topib olsak bo'ladi. Uning uchun 80 ni ko'paytiramiz 40 ga, bo'lamiz 100 ga. Demak, 32 litr. Demak, 80 km ga 32 litr sarflashi kerak odatda. Lekin hozir bu avtomobil ko'ramiz, mana shu 80 km ga qancha benzin sarflaydi. Uni topishimiz uchun bu yerda foydalash koeffitsiyenti berilgan. Foydali ish nima, sarflangan ish nima? Foydali ish yuqorida bo'ladi. Foydali ish bu yerda albatta harakatlanish vaqti P quvvatdan, ya'ni P vaqtdan T vaqt sarflash. Bu foydali va uning uchun biz yoqilg'i yoqdik. Qandaydir mana rho yoqilg'i, V yoqilg'i ko'paygan kub. Mana bu yerda esa yuqorida 100% qilmasam. Xo'p, shu yerdan 1 soat harakatlandi deyapti-ku mana. 1 soat harakatlandi. Demak, hozir 1 soat harakatlangandagi biz mana shu yoqilg'ini demak qancha yoqilg'i yonganini topib olamiz shu yerda. Buni topish uchun o'rni almashtiramiz. Yoqilg'i yonishi almashtiramiz. Demak, P quvvatdan T vaqt sarfladi, ko'paygan 100% ham bor mana. Bo'lamiz rho yoqilg'i teta kub. Hop, davaychi hisob kitob qilaylik shuni, shu masalani. Quvvati 70 kW bo'lgancha 70 / 3. Demak, mana shu 80 km yo'lni 1 soatda o'tadi. Shuning uchun ko'paytiramiz 3600 ga. Ko'paytiramiz 100 ga mana foydalash koeffitsiyenti. Keyin yoqilg'ining yonishi 800 bo'lyapti. Teta bizda foydalash koeffitsiyenti 25% mana. Va yoqilg'ining yonishi 4.2 6 bo'lyapti.
Hop, bizda litrda 4,2 ekan bu. Hop, darajalarni hisob-kitob qiladigan bo'lsak, qaranglar. Demak, mana bu 4,2. Bu yerda mana bu 100 bilan bu qisqaradi, yuqorida 4 keladi. Mana bu 70 10 üstü 3 edi, 7 10 üstü 4 bo'ladi. Mana bu ikkisi bilan 7 10 üstü hop, bu 4 va 6 bo'ladi. Hop. Mana hop. Qancha bo'ladi? Mana bu 10 üstü 3, bu 4, 5, 6. 6. Mana buni 6 desak 42 deb tursak 6 va qisqaradi. Yuqorida nima qoladi? Yuqorida 7, 36. 36 va 4 bor. Pastda esa demak 42 bor va 800 bor. Hop. Demak qaranglar. Demak mana bu 7 bilan bu qisqaradi. 6 7 42 bu 6 dan. Bu 6 bilan bu 6 qisqaradi. Mana bu 6 bo'ladi. Keyin mana bu 4 bilan bu qisqaradi 2. To'g'rimi? Bu 2 bilan bu qisqaradi 3. Demak 0,3 yoki bu metr kubda yoki mingga ko'paytirsak 30 litr bo'ladi. Demak, bir reysda 30 litr sarf qilar ekan bu. Mana shu 80 kilometr yo'lga 30 litr sarf bo'lar ekan. Xo'p, 30 litr sarf bo'ladi, lekin nima bo'yicha? U nima bo'yicha? 32 litr sarflash kerak. Demak, har bir reysda 2 litrdan benzin demak ekonom qiladi. Javob Y javob bo'ladi. Demak, tushundingiz degan umidamiz. Hop, o'yindan so'ng 18-chi. 18-chi gaz 24 volt avtomobili 90 km/soat tezlik bilan 100 km yo'lni o'tganda yoqilg'i sarfi qanday bo'lishi kerak? Aniqlang. Foydasining 25%, quvvat maksimal quvvatining o'rtacha notr qismini tashkil etadi. Bu shunday. Xo'p. Demak, foydali ish koeffitsient bu ham shu oldingi masalaga o'xshaydi. Demak, yoqilg'i yonishi bu yerda albatta demak sarflangan ish, foydali ish esa mana demak maksimal quvvatning 0,4 qismigacha nima qiladi ekan? 0,4 qismini tashkil qiladi. T vaqtda. T o'rniga esa yana shu S taqsim qo'yib qo'yamiz. Ko'paygan foiz. Shu masaladan yana bizlar so'rayapti. Yana bu M o'rniga rho qo'yamiz. Yoqilg'i o'rniga, mana bu o'rniga rho va yoqilg'i qo'ysak, bu yoqilg'ini demak topamiz. Bu yoqilg'i nimaga teng bo'lishida? Demak yana shu 0,4 maksimum. Endi buni pastga tushirib olaman, qaranglar. S taqsim rho theta q. Esa bu ham bor. Yuqorida 100% ham bor. O'rniga qo'ysa javob o'zgaradi 18. Keyingi 19-masala. 19-chi Daryo teploprovodi 70 kW foyda ishchi 30% bo'lgan dizel motorini reys davomida 0,2 tonna yoqilg'i sarflandi. Agar pritsarlarda to'xtash uchun 2 soat vaqt ketgan bo'lsa, reys qancha davom etgan? Qancha reys Daryo teploprovodi 70 kW foyda ishchi 30% bo'lgan dizel motorini o'rnatilgan. Reys davomida 0,2 tonna yoqilg'i sarflangan. Agar pritsarlarda to'xtash uchun 2 soat ketgan bo'lsa, reys qancha davom etgan? Endi qaranglar. Xo'p. Bizda hozir mana shu demak 0,2 tonna yoqilg'i sarflangan bo'lsa, u qancha vaqt harakatlangan, motori ishlab turgan, shuni ifodasini yozsak bo'ladi. Demak, foydali ish koeffitsiyenti bor. Foydali ish quvvatdan T vaqt sarflaganimiz bu foydali va qandaydir M yoqilg'i yoqdik, bu bo'lgan so'z. Shu yerdan T topamiz. T topadigan bo'lsak, ikkalasi o'rndan boshadi va mana bu yerga o'tadi. Bu hammasi theta M yoqilg'i q taqsim P ko'paygan 100%. Endi shu T chiqadi, bu nimani keyin bizaga nimani qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi biz. 2 soat agar pritsalarda to'xtash uchun 2 soat vaqt ketgan bo'lsa, reys qancha bo'ladi? Mana shu 2 soatni oxirida bu T'ni topamiz, keyin soat ko'taramiz, 2 soatni qo'shamiz, bizda
umumiy vaqt kelib chiqadi. Xo'p, keyingi 22-chi. Solishtirma yoqilg'i sarfi, qarang, solishtirma yoqilg'i sarfi deyapti. Gram taqsim kilovat soat bo'lgan KAMAZ 53,2 5320 avtomobili dizel dvigatelini foydalanish koeffitsientini toping deyapti. Xo'p, bizada qaranglar, demak, mana shu ifodani yoztiraman. Kor. Buni birligiga qaranglar. Demak, gram qancha deyapti? 224 gram taqsim kilovat soat deyapti. Qaranglar, bu gram kilovat taqsim soat. Xo'p, endi biz buni mana bu kilogramga va mana buni joulga o'tirib olsak bo'ladi. Qaranglar. Demak, teng 224 gramni kilogramm o'tish uchun 10 100 deb yozaman. Kilovat soat joulga o'tsak 3.6 6 bo'ladi. Xo'p. Demak, ko'rib turganlaringizdek mana shunday ifoda. Qancha bo'ladi bu shunda? Mana bu 224 demak. Mana shu soddalashsa shu chiqadi. Endi birligi nima bo'lyapti qaranglar? Birligi kilogramm taqsim joul bo'lyapti. Endi bu kilogramm bizda ko'rib turganlaringizdek bu narsa nima o'zi? Bu mana shu K deganimiz bizada massa taqsim energiyani beryapti. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi bizdan foydalanish koeffitsiyentini so'rayapti qaranglar. Foydalanish koeffitsiyenti nima qilyapti? Demak, yoqilg'i yonyapti. M yoqilg'i, Q bu energiya yonishi. Va shuning uchun qandaydir energiya sarflayapti. Yongani tushadi. Ko'pagi 100%. Mana shu W sarfini pastga o'tirib olsam, 1 taqsim M yoqilg'i taqsim W ko'paygan Q degan ifoda keladi. Hamma tushundimi nima bo'lganini? Mana shu narsada bu. Shu narsa shu aytgan bilan. Massa taqsim energiya. Xo'p, endi mana shu ifoda qancha bo'lsa, shu yerga qo'yamiz mana. K bu yerda. Ko'pagi 100% yuqoridaman. Ko'pagi 100%. Xo'p, demak, teng nima ifoda chiqdi shunda? Yuqorida 100%, pastda K ko'paygan Q. O'rniga qo'ysa javobimiz chiqadi. Lekin mana shuni soddalashtirib keyin qo'yish kerak bu yerga. To'g'ri o'zini qo'ysak bo'lmaydi. Xo'p, 22-chi tushunarli. Keyingi 23, 24, 25. 23-chi. Agar havoning qarshilik bo'lmasa, hamma ishga aylansa, shuning massasi suvni yo'llash yerdan yaqinida doiraviy beta chiqarish uchun qancha miqdorda kerosin yoqishi kerak bo'ladi? Kerosin issiqligi. Xo'p, bu yerda demak shuncha Xo'p, demak mana shu m kvadrat taqsim 2 yer sirti Xo'p, qaranglar 23-chi. Agar havoning qarshiligi bo'lmasa va hamma issiqlik ishga aylansa, 13 kilogramm, ya'ni 1 tonna bo'lgan suvni yo'llash yer sirtiga yaqinda doiraviy orbitaga chiqarish uchun qancha yoqilg'i yonishimiz kerak bo'ladi? Xo'p, demak mana shu tezlikni shunday kengaytirib berishimiz kerak. Demak, bu albatta shu nimaga chiqadi. Shuning uchun biz yozamiz, bu oson, 23-chi yozamiz. Mana m kvadrat taqsim 2 energiyaga chiqish uchun biz qandaydir mx massalar nimani yoqishimiz kerak bo'ladi. Shu yerdan mx ni topamiz. Mx topsak, demak nima bo'ladi? M kvadrat taqsim 2q. Shu ifodadan chiqadi. 24-25 masalalar. Otish vaqtida M massali bo'lgan snaryad va tezlik bilan stoldan chiqadi. Katta M massali porox zaryadni yonishiga ajralgan energiyaning necha protsent snaryadning kinetik energiyasini tashkil qiladi hisobda zambarak uchun. Xo'p, demak, bu yerga sig'maydi. Endi bu o'zi ikkita masala qoldi. Shuning uchun mana bu yerni o'chiraman. Faqat shu yerga nima qilamiz?
Hop, demak, keyingi masalamiz 24-chi. Diqqat qilinglar. 24. Otish vaqtida massasi m bo'lgan snaryad v tezlik bilan stoldan chiqadi. Massasi katta m bo'lgan porox zaryadining yonishida ajralgan energiyaning necha protsenti zaryadning kinetik energiyasi tashkil qiladi? Hisoblashni zambarak snaryadi uchun massa 6,680 va massasi 1 kilogramm bajaring. Xo'p, aylar, bizdan so'rayapti mana. M massali M massali demak porox yonganda ajralib chiqarish miqdori hammasi mana bu bizada nimaga ketmaydi deyapti. Nimaga? M v kvadrat taqsim 2 ga ketmaydi deyapti. Teng bo'lmaydi deyapti. Ya'ni buni qandaydir k qismi, shuning uchun oldiga yozaman. K qismi yoki foizi bor bo'lsa k taqsim 100 deb olamiz. Buni 30% bo'lsa 0,3 ga beramiz. 50% bo'lsa 0,5 ga beramiz-ku. K foizi ketadi. Qancha deb bizdan shu konni so'rayapti. Demak, bu yerdan konni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Bu yerdan konni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? Mana bu m quyiga o'tadi. Demak, m v kvadrat ko'paygan 100 taqsim 2m kub. Hamma narsa bor. Keyingi masalamiz 25-masala. 4,6 tonna massali avtomobil joyidan qo'zg'alib, qiyaligi 0,25 bo'lgan tepalikka qarab tekis tezlanuvchi harakat qiladi va 40 sekundda 200 metr masofani o'tadi. Xo'p, agar qarshilik koeffitsiyenti 0,2 ga, foydalanish koeffitsiyenti 20% ga bo'lsa, yo'lning shu qismida benzin sarfini toping deyapti. Xo'p, demak, ko'rsatuvlar tekislik. Xo'p. Masalan, avtomobil joydan qo'zg'alib, qiyaligi shunday bo'lgan qiyinlikda tekis tezlanuvchi. Demak, mashina bizda tekis tezlanuvchi harakat qilyapti. Mana, demak, oldiga tortish kuchi bor, orqaga ikkita kuch bor. Birinchisi bu mj sin alfa kuchimiz va orqaga yana qarshilik koeffitsiyenti. Bu yerda mu mj qo'shib alfa deb olsak bo'ladi. Qarshilik koeffitsiyenti. Xo'p, shunday ikkita kuchimiz bor. Mana shu ikkita kuchimiz tezlik qiladi, lekin baribir bu tezlanish bilan yuqoriga ko'tariladi. Xo'p, bizdan so'rayapti shu qismida benzin sarfini. Xo'p, foydalanish koeffitsiyenti nimaga teng? Foydalanish sarflangan ishga nisbatan. Foydali ish nima ish? Foydali ish mana F tortish kuchi bilan S masofaga surgani bu foydali. Va uning uchun qandaydir M yoqilg'i yonadi Q vaqtda. Tushunarli bo'ldimi? Xo'p, endi F tortish kuchi nimaga teng bo'ladi? F tortish kuchini topishimiz kerak. Tortish kuchi. Hozir bu yerda yozamiz. Tortish kuchini ayiramiz mana ikkita kuchni, ya'ni mj sin alfani va yana ayirib tashlaymiz qarshilik kuchi, ya'ni mj qo'shib alfa ichki sarf kuchini teng m massali simga a tezlanish va m a. A o'rniga bizda nima bor? Bizda s masofani o'tdi deyapti, biror t vaqtda deyapti. Ya'ni biz bilamiz bu yerda s teng a kvadrat taqsim 2 degan ifoda bor. Shu yerda a o'rniga 2s taqsim t kvadrat deb yozib olsak bo'ladi. Mana hamma narsa bor endi, mana shu tor bu yerga qo'yamiz. Shunda va bizdan massani so'rayapti. Massani ikkalasini o'rnashtiramiz. Demak, m ni topishimiz uchun nima bo'ladi? Demak, teta q pastda bo'ladi. Teta q bu yerda f tortish ko'paygan s. F tortish o'rniga buni bu tarafga ko'tarib yozamiz. Bu yerda m ni qo'lga chiqarsak, bu yerda 2s taqsim t kvadrat plus mana bu yerda mu j qo'shim alfa plus bu yerda demak nima bor bu yerda? M chiqarsak j sin alfa. Xo'p. Ko'paytiramiz s'ga. Bo'lamiz teta q. Yuqorida endi bizda mana yerda 100% ham bor. Demak, tushundingiz degan umiddamiz. Xo'p, demak, e'tiboringiz uchun rahmat. Xayr-salomat.